Novostroykadan 2 xonali domni jinisini topib qo'ydim jigarlar, ishonaveringlar. Xo'p, e'tibor beramiz, birinchi etajda joylashgan. Prixoshkani ham qarang, katta qilingan. 10 metrlar bor, 10 metr bo'lmasa ham 8 metrga 2 metrdan ziyod. Mana bu yoqqa chiroyli divanchalarni qo'yib, stol sulchani qo'yib o'tirsa ham bo'ladigan. Prixoshkani o'zi ham bitta katta dom bo'lyapti. Xo'p, kirish joyida mebellar qo'yilgan, kiyim iladigan, oyoq kiyimlar qo'yib o'tiradigan joylarcha qilingan. Spalniyaga yuzlanamiz. Spalniyamizga ham qarang qanday uyutni qilib qandilchalarni qo'yilgan. Spalniyada mebellari, pardalarni ham akkuratni joylashtirilgan. Televizorcha, o'ziga yarasha chiroyli mebelchalarigacha qo'yilgan ekan. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xona, demak, bu ikkinchi asosiy xonamiz. Ikkinchi asosiy xonamiz. Qarang, stol-sil qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki boshqa narsa qilsangiz ham bo'ladi. Konditsionerlargacha qo'yilgan, chiroyli pardalar, gilamlarni ham zo'rlarni qo'ygan ekanlar. Ayol kishi olganlar, chiroyli qilib taxlaganlar. Xo'p, bu tomonda demak, oshxona joylashgan, ayollarning sevimli maskani, oshxonani ham sara mebellarni qo'ygan ekanlar. Oshxona jihozlari ham zo'rlari qo'yilgan ekan. Suv, gaz, bilasizlar, Novostroykada 24 soat muammosiz bo'ladi. Xolodilniklargacha joylashtirilgan. Faqat kiyim-kechakni olib kelib maza qilib yashasa bo'ladigan qilingan. Dush komnatalari ko'rib turibsiz. Mukammal darajada qilib taxlangan. O'zi Novostroykalarda asosiy mana shu joylarda zo'r qilib taxlangan bo'ladi. Arsonchalarni ham zamonaviylari qo'yilgan ekan. Xo'p, do'stlar, endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini 495 million so'm deb narxladik. Kelishadigan joyimiz bor, sunnatiga yarasha o'tadigan joyimiz bor. Manzili Ozodjiz desa, Qashqadaryo xalqining ko'pchiligi biladi. Shuni orqasida joylashgan Novostroyka, birinchi etajda joylashgan 2 xonali dom bo'lyapti. Ozodjizda ham menimcha bilmagan odam o'zi bo'lmasa kerak, quyosh paneligacha o'zimiz qo'yib berganmiz. Srochniy aloqaga chiqamiz, pastda raqamlarimiz 24 soat sizning xizmatingizda.